Yoshligimda yelkam chiqib qolgan. Onam yelkam soldirib qo'yish uchun mahallamizdagi Ro'ziboy tog'aga borgandilar. Hozirgacha bir qattiq sport bilan shug'ullansam, yelkam chiqdi kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Buni operatsiya qilsa bo'ladi. Endi Ro'ziboy tog'aga rahmat avvalambor o'sha yelkani joyiga solib qo'ygan. Allohdan mendan bor. Afsuski tabibda bular endi mahalliy tabiblar hisoblanadi. Bular joyiga solib qo'yadi va bitta narsani aytishadi, tuxum boylab yursang yaxshi bo'lib ketadi yelkang. Bir hafta mana shunaqa osiltirib yurgin yelkangni bo'ldi, ishlatmasang zo'r bo'lib ketadi deydi. Lekin bu juda ham noto'g'ri narsa. Yelka chiqqandan keyin har doim esinglarda tursan, gips qilish kerak. Sirazi gips qilish kerak. Yelka joyiga tushdimi, bundan unaqa muhim narsa emas. Chiqdimi joyiga solib sirazi gips qilish kerak. Gips kamida 1 oy yelkada turish kerak. Yelka mana shunaqa holatda qotish kerak. Chunki xalq tilida aytganda yelkani o'zini kley bo'ladi, o'sha kley ushlab olish kerak. 1 oydan keyin reabilitatsiya mashqlari bor. Yelkani ishlatib, sekin-sekin qotirib, iloji bo'lsa yelkani o'zidan ukollar olib, vasстановление qilsanglar bo'ladi. Endi bu bola aytayapti, men kichkinaligimda bo'lgan, hozirgacha ko'p chiqib ketdi juda otdi. Menimcha katta ehtimol bilan operatsiya qilish kerak o'sha yelkasini.